Bath Avenue, biz Belt Parkway'da oldidamiz. Mana bu Novostroyka uy Brooklynda 3 ta xonadan bemalol yashasa bo'ladi. Pastida даже basement ham bor, 400 square footlik. Bu living space bo'lyapti. Bay windowlar bilan birga yangi brand new appliancelar qilingan, backsplashlar zo'r, vannalari zo'r qilingan, ko'ryapsizlar. Bu etajimizda demak ikkita katta bedroom bor. Har bitta unitimizda o'zini alohida parking bor. Oldi tomonda bitta, orqada bitta. Masterni ko'rdik, shiftlar baland, Novostroyka uy. Ko'ryapsizlar, vannalarni jud bilan remont qilgan. Bu hali hammasi emas, basement ham bor. Hammasi tile qilingan, ko'ryapsizlar, oppoq zo'r tile. Brooklynda juda ham zo'r ketadi, issiq bilyapman. Demak, birinchi unitimiz 1400 square foot bo'lyapti. 2,5 tavandan pastdan bitta xona qilsa, 3 ta bedroom bo'lyapti. Bu yerda mana rentlar bu unitlarga 3300-3400 ketadi deb aytdilar. Barbekyu qilib yursangiz ham bo'ladi, uni qiling. Yostiqdagi ko'proq berilgan bo'lsa, olinglar, Novostroyka uy. Mana o'rtalar ko'ryapsizlar. Bath Avenue, biz Belt Parkway'da oldidamiz. Mana bu Novostroyka uy Brooklynda. Mana bu unitlar hammasi sotilgan ekan. Mana bunisi kerak bo'lsa 2,4 million qimmatga ketgan. Bu 3 ta triplex bu. 3 ta xonadan bemalol yashasa bo'ladi. Pastida даже basement ham bor, 400 square footlik. Basementda bu yoqdan ham kirdi chiqdi qilsa bo'ladi, aksesi bor ekan. Zo'r. Bu kirishimiz bilan mana bu living space bo'lyapti. Bay windowlar bilan birga new construction, hardwood floors, bu yoq kafel qilingan, zo'r. Nimalari ham yaxshi, nimalari. Yangi brand new appliancelar qilingan, backsplashlari zo'r. Ana sürprizim, mana sürpriz. Bu yoqda basementga tushib ketiladi, 400 square foot. Dal keladigan bo'lsak, bu yerda mana laundry uniti in unit. Lekin bu yoqda общий vannalari zo'r qilingan, ko'ryapsizlar. Remontlarga gap yo'q, kafellar qilingan, elektrik sheet bu yoqda. Bu etajimizda demak ikkita katta bedroom bor. Bu birinchi bedroomimiz. Closet ham bor, mana zo'r, normalniy. И master suite'da o'zini separate nimasi bor, vannasi bor, mana ko'ryapsizlar. Har bitta unitimizda o'zini alohida parkingi bor. Oldi tomonda bitta, orqada bitta. Mana ko'ryapsizlar, mana orqada ham bitta parking. Bu qo'shni unitlar parking. Tepada balkonchasi ham bor, tepada aksi ko'rsatamiz. Demak, har bitta unitda o'zini bittadan parking bo'ladi, zo'r. Masterni ko'rdik, shiftlar baland, Novostroyka uy. Hoppa, hozir mana ko'ryapsizlar, vannalarni jid bilan remont qilgan. Demak, bu etajimizda ikkita xona bo'lyapti. Ikkita vanna bo'lyapti. Bu hali hammasi emas, basement ham bor. Basementga tushsak, basementda ham half bathroom. Hammasi tile qilingan, ko'ryapsizlar, oppoq zo'r tile. Wow. Yeah. Bunaqaylar, shifti baland. Jiyanlar bo'lsa, bemalol mana bu bitta vanna qo'shib olsa bo'ladi. Jiyanlar bemalol turishi mumkin. Mana bu joy bor, ko'ryapsizlar. Bu yerda joy bor. Xohlasangiz mana bu oshxonacha ham qilib bersa bo'ladi. Brooklynda juda ham zo'r ketadi, issiq bilaman. Yerni tagida, lekin oyna qilgan. Zo'r. Katta zal. Bu yoqqa ketadigan bo'lsak, utility room. Mana ko'ryapsizlar, har bitta unitda alohida bunaqa water heater bor, issiq sovutish tizimlari bor. Zo'r. Keyin jiyanga mana alohida tepadan kirish shart emas jiyan. Mana pastdan kirib chiqsa bo'ladi. Boya aytgan joyim tashqaridan bemalol bu yerdan ham kirib chiqishi mumkin. Demak, birinchi unitimiz 1400 square foot bo'lyapti. 2,5 tavandan pastdan bitta xona qilsa, 3 ta bedroom bo'lyapti. Endi tepaga yo'l olamiz. Ikkinchi unitni ko'ramiz. Ikkinchi floorda yana bitta unitimiz bor. Hozir tepada 3 bedroom, 2 bath bo'lyapti har bittasi. Mana bu driveway. Mana tepaga chiqamiz endi. Hoppa. Yes, bo'ldi. Yep. Bu birinchi. Mana bu kiramiz. Bu birinchi unitimiz. Mana kirishimiz bilan ko'ryapsizlar. Buni zali kattaroq, ochiqroq, open concept. Qo'y. Oynalar hammasi yana brand new. Oshxona zo'r. Gap bo'lish mumkin emas. Bu yerda mana konditsioner. Bu bo'lsa mana in-unit laundry, kafel qilingan. Zo'r. Gaz qo'yadigan bo'lsak, bu yerda bathroom. Holati zo'r. Bu yoqda mana eng mayda xonachasi. Brooklyn standartlarining yomon ham bo'lmaydi. Detski. Bitta bedroom. Ikkinchi detskimiz mana. Ikkinchi bedroom. Closetlarni ko'ryapsizlar, qanaqa chuqur. Svetlari ham bor, kerak bo'lsa, zo'r. Mana bu master. Masterda o'zini ko'rsatamiz. O'zining vannasi bor, razmerlari yaxshi. Hamma yoq kafel qilingan, e'tibor beryapsizlar. Prosta kirish kerak, yashash kerak. Siz yashab bersangiz bo'ldi, ozgina pul kerak. Gaping to'g'ri. Har qalay alohida kvartira. Lekin siqilib qolsangiz,
mortgage to'lamasdan mana ertasiga chekish mumkin. Va pastdagi parking sizniki bo'ladi. Bu yana bitta unit. Xohlasangiz pastda yashab, tepadagilarni rentga berishingiz mumkin. Bu yerda mana rentlar bu unitlarga 3300-3400 ketadi deb aytdilar. Bu hali hammasi emas. Yana 1000 square footlik 3-etajimiz ham bor. Hozir buni ham ko'rsatamiz. Hoppa. Bu zinapoyadan chiqaryapti stairsdan. Chiqsak tepaga 3-unitimiz. Ko'ryapsizlar? Zal. Tepasini ham ko'rsatamiz hozir loft areasini. Bu yerda oldindan ham balkonisi bor. Lokatsiya bomba, to'g'risi, umuman taqosolmaydi bu nimasi, konditsionerchasi. Bu yerda mana o'ng tomonda общий vannamiz. Vannaning holatini ko'ryapsizlar yana. Tepa pastdagilar bilan bir xil qilingan. Yaqin 10 yilda hech narsa qilmaysizlar, hamma yoq kafel zo'r. Pollari ham zo'r qilingan, zo'r. Boyagidek kichkina xonacha, bu xonachada skylight ham qilingan. Skylight quyoshni o'tkazish uchun mana bunaqa skylight qilingan. Pollar yangi, parket. Bu bo'lsa mana detskiy xonamiz. Orqani ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana orqa. Pastda parking bor, ko'cha o'tgan orqadan. Bath Avenue'ning oldida, Belt Park'ga ham yaqin. Zo'r location. Bu bo'lsa master. Masterimiz yana o'zining balkonisi bor. Masterimiz mana klozeti bor, va vannaga yetib olinglar. Vannasi shoveri zo'r. Sifatlarini zo'r qilgan. Tepa qavatda o'zingiz tursangiz, pastdagi ikkitasini rentga bersangiz, sizni mortgajlaringiz to'lashib yotadi pastdagilar. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul. Uyimiz 2 milliondan qimmat. Endi Bruklinda arzon narsaning o'zi yo'q, xafa bo'lmaysizlar endi. Mamtdan chiqsangiz tepada o'zingiz guvoh bo'lasizlar, rooftop ham bor. Balandroq haligi plastmassalik devorcha qilib olsangiz, bemalol barbekyu qilib yursangiz ham bo'ladi bunaqaylar. Kattalini ko'ryapsizlar. Kompressor hammasi turibdi. Zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib jo'ralar. Bu imkoniyat yaxshi, har doim bo'lmaydi. Telefon qilsanglar, investitsiyaga olib qo'ysa bo'ladi, lekin kichkina emas, katta pul kerak. Endi haligi yostiqdagi ko'proq pul yig'ilgan bo'lsa, olinglar, Novostroyka uy. Siz 3 ta kvartira olishga muvaffaq bo'lyapsiz basement bilan. Telefon qilinglar, mortgajga ham qarashaylik. Bunaqa uylarni kelishtirib olib beraylik, ishlarga olmang.